Assalomu alaykum barchaga. Bu videomiz Amin aqiga bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kim musofirchilikda Moskvada bo'lib turgan bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Amin aqiga video qo'ydim. 2 marta, 3 marta telefon bo'ldi kechada o'ziga. Dagamiz aytibdilar, o'zim turadigan joyim endi musofirchilik o'zlari tushunasizlar. Agar ko'radigan bo'lsa uzr, hammamiz tushunamiz. Yashagan joyim misol ishxona, ishim ya komfortmizdir, nima qilingan deyaptilar. Qarochi vagonchada nima endi o'shalar ko'rsatmayapti. Lokatsiyaga o'shalar belgilayolmayman. Adres yo'q, endi uy emas u, ko'chma vagonimiz. Boshqa joy belgilasam bo'ladimi? Keyin meni kartamni bloklab qo'ydi, lekin men reyestrga tushmaganman deyaptilar. Bu narsa o'zimning o'g'animga ham bo'lgan, tanishimga bu narsa bo'lmaydi. Akalar bu narsa bo'lmaydi. Bu ikkinchi marta eshitishim. Bitta o'g'animdan ko'rdim, kartasi blok bo'ldi. Mana bu bir begona akaxon telefon qilibdilar kecha, shunday bo'ldi. O'zlari aytibdilar-da, reyestrga tushmaganman deyaptilar, tekshiruvman internetdan deyaptilar. Lekin kartam blokirovka, karta o'zidan o'zi blokirovka bo'lmaydi. 10 kundan keyin patent olishga boraman dedilar, o'shanga u ilm olsinlar, lekin agar reyestrga tushgan bo'lsalar, o'sha problem bo'ladi. Xullas nima demoqchiman? Keyin yana ko'pchilik yana nima qilyaptiki, o'zimga ham chiqdi. Ko'pchilik yana savol beradiki, mana qizil turgan SMS-larni o'chirsa bo'ladimi? Hozir misol men o'zimga ham berganlar mana. Kelaveradi bu, iloji yo'q, kelaveradi bu. Mana shu uchun nima qilib qo'yaman? O'zimga mana hozir rasman tushdik. Mana shu kiramanda shu ikkita telefon qo'yaman. Kirib telefonni shu Amina qilib qo'yaman shu. Amina qilib qo'yaman shu mana. Tasha turadi. Shundan keyin mana hozir rasman tushib keyin. Mana demoqchiman. Birinchidan dokumentni yig'ib bo'linglar. Обязательно kvartira bir joyga turinglar. O'sha yerda turgan joy ko'rsish kerak, обязательно. 1 kun, 2 kun mehmondoshlikka bo'rsangizlar, o'sha yerga kirib izminini qilib, обязательно adresni o'zgartirish kerak. Yo, men hozir 2 kun turaman-da, beray, keyin ketaman degan narsa bo'lmaydi. Bu registratsiya emas-ku. 9 oylik bu majni olib turib boshqa joyga nima, u boshqa narsa o'tdi u davrlar hozir. Nima uchun Amina bir lokatsiya bilan ham, bu telefon oldimizgami, u bilinib o'tiradi, ko'rinib turadi, qayerga borayotganimiz, qayerda uxlab qolayotganimiz. Ishkamiz ham qayerda bo'lsa bilinib turadi. Qo'rqiydigan joy yo'q, misol bir do'stingiz uyga bordingizmi, o'sha lokatsiyasini adresini so'rab kiritish kerak. Ertasi kuni uyga bordingizmi, %100 adres. Shuna shaffof narsa. Keyin reyestrga tushadi odam, keyin boshqa bo'ladi. Mana shu oqibatdan bo'ladi. Xullas, u SMS-chilarni ham o'chirib bo'lmaydi. Nedavno biz o'zimiz politsiya saqlab, sразу bunday qilib ko'rdi-da, mana hozir ko'rsataman. Shuna kirdida birinchi o'ringa shuna bosib ko'rdi ham o'zim. Mana qilib ko'rdi. Qani rostdan ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Doim kirib turish kerak. Agar karta blok bo'ldimi, demak u reyestrga tushib bo'lgan bo'ladi, 2-3 kun o'chib qolgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Agar karta blokirovka bo'lmagan bo'lsa, qizil chiqib turgan bo'lsa, bir bilan yozib lokatsiyadan adresda chiqib o'tiradi. U hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. O'zimga ham shunday bo'laveradi. Adresni kiritish kerak. O'sha soatcha ketdimi, ajdarni kutish kerak. Hech qayerda telefon qilish, hech nima qilish, o'zi bir kundan keyin o'zi tahvil ketgan. Yana kimga qanaqa muammo bo'lyapti? Shuna qilib endi sekin-sekin o'rganamiz. Kommentariyaga yozib ketinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangizlar. Video keyin tarqalib, kimgadir manfaat beradigan umiddaman. Hammangizga rahmat. Qanaqadir yordam kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha telefon nomerim, главная страница yozib qo'yilgan. Kanalimizga obuna bo'linglar. Kimga qanaqa muammo bo'lyapti, qanaqa nimalar bo'lyapti, minsala saqlab nima deyapti, shuni qanaqa tushuncha ma'lumotlar bizga kommentariy yozib ketinglar. Rahmat barchaga.